Sayyidul ayyom juma kuni muborak bo'lsin. Hozir Baytullohdamiz. Juma kuni qilingan duolar ijobat deyilgan. Baytullohda qilingan duolar ijobat deyilgan. Musofirning duolari ijobat degan haqlarga duodamiz. Allohim mana shu videoda ko'rib turgan jamiki musulmon insonlarni qalbidan o'tgan orzu niyatlariga yetkazsin. Duosi ijobat bo'ladigan kimsalardan qilsin. Farzandlarga najot bersin, bemorlarga shifo bersin. Bemorlarga komil shifo bersin. Farzand talablarga farzand bersin. Duo talablarida duolarini ijobat qiladigan qilsin, ya Robbi. Musofirda yurgan do'stlarimizni, dindoshlarimizni Allohim mushkullarini oson qilsin. Yorug' yuz bilan vataniga, ota-onasini bag'riga yetib olishda baxtga musharraf bo'lsin. Hukumat bilan va boshqa narsa bilan qamoqlarga tushib qolgan birodarlarimizga Allohim yengillik bersin. Allohim bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan ko'zimizni nuri qoralari, ota-onalarimizni jannat bilan siylasin. Bizni katta qilamiz deb, bizni baqamiz deb ibodatlarini vaqtida qila olmagan bo'lsa, Allohim ularni o'zing kechirgin. Farzandlarimizdan ya Robbi to qiyomat kunigacha musulmon insonlardan chiqargin. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasini aytib o'tadigan insonlardan chiqargin. Farzandlarimizdan to qiyomat kunigacha munofiqlarni chiqarib qo'ymagin. Hofizlarni chiqargin ya Robbi. Ahli ilmlarda chiqargin. Bilib bilmay qilayotgan gunohlarimiz bo'lsa, gunohlarimizni o'zing kechirgin Robbi. Allohim o'zingni baytingga ota-onamiz bilan, ahli oilamiz bilan kelishli vaqtga musharraf ro'z aylagin ya Robbi. Bu yerda hayajon bor. Bu yerda menman degan insonlarni ham hattoki tilini kalimaga keltirmay qo'yadigan darajada hayajon bor, o'zini savlati bor bu yerda. Shuni hisobiga qandaydir gaplarda gapira olmay qolgan bo'lsam, kimlarnidir niyatlarini, duolarini yetkiza olmagan bo'lsam, Allohim o'zi ko'rib, bilib turibdi qalbimda o'tayotgan narsalarni. Shu videoni ko'rib turgan inson qalbidan o'tayotgan narsalarni Allohim har birimizni qalbimizni egasi o'zingsan. O'zing qalbimizdagi niyatlarimizga, orzularimizga yetkazgin.